Men bir narsa o'ylayman, balki menga o'xshab xayolparastlar ham bordir boshqa. Odam farishta kabi toza fikrlay oladimi? Miyasiga hech qanaqa negativ fikr keltirmasa, 5 mahal toat ibodatda bo'lsa-da, har bitta salbiy fikr kelganda uni bartaraf qilsa doim, odamlar bilan janjallashmasa, odamlar haqida yomon fikrga bormasa, faqat ijobiy narsalar haqida o'ylasa, qiyin bo'lar ekan. Ayniqsa mana hozir men yo'lda ketyapman. Shunaqa haydovchilar bor. Ba'zan shunaqa asabda o'ynaydi-da, keyin o'zing aytaman, "Javlon, farishta kabi fikrlamoqchimiding?" Unda shofirlarda ham bunaqa holatida jahlni ushay bilishing kerak. Payg'ambarimiz aytganlar-ku, eng kuchli odam kim? Odam o'zini jahlini ushay olgan, o'ziga kuch yetgan odam eng kuchli inson hisoblanadi. Jahlni bosa olgan odam.